Ovozim bormi? Bor. Assalomu alaykum hammaga jigarlar. Hop, mikrofonim soz holatda turibdi, ovozim yaxshi. Kundalik tahlil videosi boshlaymiz. Bugun 18-avgust 2026-yil. Dollar indeksi ekraningizda ko'rinib turibdi. Hop, endi tahlil qilishdan oldin har doimgidek Forex Factory'ga bir qarab olamiz. Nimalar bugun bizni kutyapti? Xo'p, 18-avgust GBP USD ga 11:00 da yangilik chiqqan ekan va o'tib ketdi bu. Dollarga yangilik yo'q. Dollarga yangilik yo'q va haftani bugun seshanba kunligini hisobga olsak, unaqa zo'r harakat bo'ladi deb o'ylamayman dollarda. Men katta ehtimol bilan valyuta paralarini bugun ham skip qilgan bo'lardim jigarlar. Mana shu skip qilish deganda juda ko'pchilik yoqtirmaydi. O'zimda ham shunaqa keys bo'lardi. Oldin skip beradigan kun deyilsa, nimagadir yoqmasdi-da mana shu narsa. Yana skipman derdim. Lekin yigitlar, ishoninglar, bu juda ham katta foyda keltiradi treyder uchun. Xo'p, dollar indeksi kunlik time frame, biz kunlik time frame FVG dan reaksiya oldik, lekin bitta narsa, bugun seshanba, kunlik high ham shu nuqtada yasalib yana dashi davom etishi mumkin. Men o'zim shaxsan o'zim kutayotgan narsam, kecha haftalik tahlilda ham bolalar bilan gaplashgan edik. Aynan mana buni haftalik low bo'lib qolyapti va bizning targetimiz katta ehtimol bilan daily FVG gacha chiqishimiz kerak degan plan bor edi. Hali ham shu plandaman. Agar bugun tanalari bilan bu candle tepada yopilib bersa, dollar indeksi mana FVG dan agar yuqorida yopiladigan bo'lsa, uje keyin bo'ldi. Men buy side, keyin men bungacha bemalol nima qilaman? Buy ishlab chiqqan bo'laman. Albatta dollar indeksida ishlamaymiz, euro funtlarda short pozitsiyani olgan bo'lar edim. Hozir men bu FVG ga unaqa ishonmayapman jigarlar. Bo'ldi, tak, dollar indeksida bugungi sizlarga bermoqchi bo'lgan anaqam shu. Endi yevroda o'zi mana bu sell side aktual, bu global target sifatida, lekin yana davom etib ketish mumkin tepaga. Hozir eng yaqin target men uchun weekly FVG, haftalik FVG mana bu katta FVG turibdi, chizib qo'ysak ham bo'ladi. Mana shunga tushishini plan qilyapman bolalar. Weekly FVG ga daily ga oladigan bo'lsak, mana weekly FVG ni tagida zo'r sell side turibdi. Va men buni SMR bo'lib qolishi mumkin deb o'ylayapman, katta ehtimol bilan. Mana bu nuqtani SMR bo'lib qolsa, birinchi borish nuqtasi bu SMR bo'lib qolsa, FVG dan pastga o'tgandan keyin IFVG qilib ishlatish planim bor. Birinchi targetim sell side, weekly FVG va undan keyin mana FVG bo'ladi. Undan keyin yana mana bunaqa plan bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan. Lekin menga hozir mana bu taraf hozir qiziq emas. Menga eng qiziq bo'lib turgan joyi mana bu weekly FVG bo'ldi. Agar men shu weekly FVG ga euro tushayotganini bilib qolsam bo'ldi. Men shundan mana buni IFVG qilib ishlatib, mana shu yerdan shu yergacha necha pips bor? 50 pips harakat ushlab olishim mumkin. Bu chorshanba kuni yo payshanba kuniga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Kutishim kerak. Endi bugungi nima plan deydigan bo'lsa, ko'pchilik bugun yevro funtlarda ideya izlayapti. Yo'q. Bugunda ham o'tkazib yuborgan bo'lardim. Chunki menda target yo'q. Kuchli buy side, kuchli sell side'larga ishlayman har doim. Bugun mana ko'rib turibsizlar, yevroda menda target yo'q jigarlar. Xo'p, endi funtga qaraydigan bo'lsak, funtni daily ga olamiz. Обязательно daily FVG da turibmiz. Tepada buy side ham zo'r turibdi. Xo'p, haftalik time frame ga oladigan bo'lsak, pastda bo'sh zonalar qolmagan, men FVG ni yopib ketgan. Shuni yurib ketish ehtimoli bor.
har nima bo'lishi mumkin. Lekin mana bu buy site zo'r edi. Mana shu buy site olingandan keyin fondda yana men to'xtayman. Mana bu lowlarga mana bu kompressiyani yechib berib, sal diskontlashib ketadigan bo'lsa, mana bunaqa tema qiladigan bo'lsa, mana bu sell saytlarga ishlasa bo'ladi. Lekin qiyinroq. Bu narsaga ishlash. Shunda ham ko'ramiz dollar indeksini holatiga qarab. Hozircha fondda menda hech qanaqa ideya yo'q. Tillada kecha bolalarga mana bu stream paytida 4 soat time frame'da mana bu zonani aytgan edim. Eslaringda bo'lsa, oralangda kim o'tirgan bo'lsa, mana bu OBFBdan mana bu harakat PDH gacha birinchi target, keyingisi mana buy site bo'ladi deb aytgandim. Buy site yechmasdan qaytdi. Pastda men uchun anaqa yo'q. Hozircha yo'q. Men mana bu sell saytga ishlashim uchun, mana bu FV'lar tagiga o'tib olgandan keyin ishlab ko'rgan bo'lardim. Hozircha Goldda ham men uchun target yo'q bolalar. Endi Nasdaqga olamiz. Nasdaq daily time frame'da order blokda turibmiz. Kecha shu zonadan yurishimizni plan qilgandim va bitta narsa haftalikka oladigan bo'lsak, haftalik time frame'da mana katta FV'ga SPX kirgan, Nasdaq kira olmagan. Menimcha Nasdaq FV'ni tashlab ketish planida. Xohlagan time frame'laringni ochib ko'ringlar. 1 soatlik FV'ga bo'lsa, agar ES kira olmay Nasdaq kirib qo'ysa yoki Nasdaq kirib ES kira olmasa, xullas ikki xil bo'lib qolsa, o'sha 1 soatlik FV'ga, 4 soatlik FV'ga, 15 minutlik FV'ga farqi yo'q. Backtest qilib ko'ringlar orqaga bozorda, bu zo'r ishlab beradi. Как SMT sifatida ham ishlatsalar bo'ladi. Bittasi kirib, bittasi kirmasdan ketib qoladi. Xuddi mana shunaqa tema bo'lyapti deb o'ylayman. Va daily obida turibmiz. Endi adashmasam 10H da mana 10H diskountga tushib edik zo'r FV'ga. Mana shu yerda kunlik low yasasa sekin ishlagan bo'lar edim yuqoriga. Mana bu lowlarda SMT bor bizda. Mana bunda ES bilan SMT bor. Mana bu lowlarda SMT bor. FV'dan reaksiya bor. 4 soat time frame'ga olsak, 4 soat time frame'da mana FV'ga bor. Endi qaranglar. 1 soatlikka olaman. Agar mana bunaqa tema ham ishlab qo'yaveraman men. Mana midnight ATM modeli bo'yicha shunga qarab 4 soatlik FV'ga kirguncha ham ishlab qo'yaveraman. 4 soatlik FV'ga qaytarib yuborish mumkin-ku. O'shaning uchun 4 soatlik FV'ga chiqquncha ham ishlab qo'yavergan bo'lar edim. Men buy site uzoqroq 4 soatlik FV'ga qaytarib yuborish mumkin, lekin men buni yechish uchun mana bunaqa aniq bo'ladi. Men bu sell site yechaman desa, men bunga chiqib berish kerak. Mana bu yerdan short ola olmaysiz. Siz mana bu yerdan short olishingiz kerak. Siz shu yerdan short olish FV'ga chiqyaptimi? Men shungacha longini agar vaqti to'g'ri kelib qolsa, bozor 9:30 dan keyin mana bu harakat tushib olsak bo'ladi. Bemalol. Mana shuni e'tibordan chetda qoldirmanglar. Aytgandek keyin MSB Funded Next'da hozir $60 ga akkaunt beryapti. MSB kodi bilan, ya'ni o'zimning kodim bilan kontragtim bor. Bemalol $60 ga 50 ga akkaunt sotib olsangiz bo'ladi, jigarlar. Bugun kundalik tahlil shundan iborat. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, jigarlar, charchamanglar.